Deydilar tuqqanmas boqqanlar ona. Mehri farzandiga oqqanlar ona. Aslo demaganman sizni qaynona. Uyimiz qo'rg'oni farishtam onam. Assalomu alaykum yaxshilardan yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronalik onlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan Dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar qani ketdik. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tojikiston davlati Qayroqum shahrida istiqomat qiluvchi Lalixon opamiz bilan bog'landimmi? Ha, to'g'ri. Ishlaysan? Xayrli kunlar bo'lsin opajonim, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, Rasulimizga ummat bo'lgan 52 yoshingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Sizni bugungi shukronalik kuningiz bilan tabriklash maqsadida bizning teleradioga murojaatnomalar kelgan. Nima deb o'ylaysiz, qaysi yaqin insoningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Jiyanim Toshkentga kelin bo'lgan yaqinda. Balkim o'shadir. Oila a'zolaringiz orasidan taxmin qilib ko'ring, opajon. Oila a'zolarim bilmadim endi. Qizimdir balki. Yana bormi taxminingiz? Bilmadim endi. 3 o'g'lim bor, 3 kelinim bor, qizim bor, kuyovim bor, bilmadim qaysinisi. Qaysinisi bo'lsa ham umri uzoq bo'lsin. Rahmat. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rib, hurmat qilguvchi mehribon qiz bo'lishga ulgurgan kelin qizingiz Nargizaxon opamiz nomidan kelibdi. Ha, rahmat. Ular bilan birgalikda o'g'illaringiz Boburjon aka, nabiralaringiz Yusufjon, Ma'murjon, Shuhratbek, Udangi Shoiraxon opalar ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ijozat bersangiz, rahmat. mehribon kelin qizingiz yuborgan tabriknomalarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, beg'uborimiz, beozorimiz, ko'ngli qor kabi musaffo bo'lgan jannat yuzli onajonimiz. Bugungi shukronalik kuningiz, Allohimga suyukli banda, Rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Ilohim bizlarni baxtimizga yana ming baholarni ko'rib, doimo salomat bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Bugun sizga qalbimizdagi o'zingizga qarab, yuzingizga qarab aytolmaydigan tabriklarimizni yo'llashni xohladik. Avvalambor bizlarga bergan mana shunday tarbiyalaringiz uchun rahmatlarimizni aytamiz. Bizlarni mana shunday darajaga kelishimizga sizning duolaringiz hamda mehnatlaringizni hissasi katta albatta. Onajon, xonadoningizga ilk bor kelin bo'lib tushgan kunimdan boshlab siz menga hech qachon yodi bag'irdan kelgan begona kabi qaramadingiz. O'zingizni farzandingiz kabi, o'zingizni qizingiz kabi qabul qildingiz. Bilmaganlarimni hamisha bildirdingiz, bilganlarimni esa hamisha o'zingiz to'ldirib kelmoqdasiz. Sizga qancha rahmat aytsam, qancha tashakkur aytsam shuncha kam. Sizga munosib farzand bo'lib, sizni orzularingizni amalga oshirishlikni, sizni yuzingizdan har doim, har yerda yorug' qilishlikni, sizga har doim rahmatlar, tashakkurlar olib keladigan farzand bo'lishlikni Allohim nasib etsin. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib, dadajonim bilan qo'sha qarab bizlarni hamisha rohatlarimizni ko'rib berishlik, duogoyimiz, maslahatgoyimiz bo'lib berishlik nasib etsin. Deydilar tuqqanmas boqqanlar ona. Mehri farzandiga oqqanlar ona. Aslo demagayman sizni qaynona. Uyimiz qo'rg'oni farishtam onam. Bitta yaxshiligim ming deb aytasiz, qilgan kamchiligim ko'rmay o'tasiz. Bilaman hammasini birdek sezasiz. Uyimiz qo'rg'oni farishtam onam. Taqdirdan roziman yana. Sizni hayotimga qildi hamxona. Allohdan tilagim bitta yagona.
Mehrimiz so'nmasin o'rtada ona. Allohimga shukr shunday yor berdi. Yana shunday mehribon oila ham berdi. Mehringiz oldida ta'zim aylayman. Siz meni qaynonam emas. Onam siz deyman deya ajoyib bo'lgan o'zlarini. Dilizxonlarning va she'riy maktublarini siz uchun mehribon kelin qizingiz yo'llab o'tibdilar. Sizni ham mehribon farzandlaringizga samimiy tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizning suhbatimizni tinglaydilar. Rahmat, sizga ham rahmat. Kelinimga ham, o'g'illarimga ham umr uzoq bo'lsin, nevaralarimga umr uzoq bo'lsin, bolalarini orzu havasini ko'rib yursin iloyim. Rahmat, sizga ham rahmat. Rahmat kattakon. Mana shunday mehribon farzandlaringiz baxtiga doimo sog'-salomat bo'lib, xo'jayiningiz bilan birgalikda rohatlarni ko'rib yuring. Rahmat sizga ham. Rahmat. Bugungi shukronalik kuningiz munosabati bilan Dilizxorim loyihasi teleradio ijodkorlari hamda men boshlovchi Madinaxon ham sizni yana bir bor tabriklab qolaman. Shukronalik kunlaringizni a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar. Rahmat, sizga kiring iloyim, rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, Allohga omonatsiz. Rahmat. Onagilam senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Onaginam kel poyingga men tiz cho'kay. Meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi. Yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim kim bo'lsam ham bu dunyoda, mehribonim sening uchun qul bo'lardim. Onagina senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Onajonim tilagim bor alohida, asrasin yo
Robbim seni